Orazin yopqoch ko'zimdun sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Qashqadaryo telekanali efirlaridan o'rin olgan mutolaa ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Buyuk mutafakkir, yetuk shoir Hazrat Mir Alisher Navoiyning bu yil tavalludiga 585 yil to'ldi. Ha azizlar, anglaganingizdek, mutolaa ko'rsatuvi orqali biz bugun Hazrat Alisher Navoiyning ijodi haqida so'z yuritishga harakat qilamiz. Alisher Navoiy nafaqat o'zbek mumtoz adabiyotiga, balki jahon adabiyotiga ham ulkan hissa qo'shgan buyuk siymodir. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali adibning Lison ud Tayr dostoni haqida so'z yuritamiz. Suhbatdoshimiz filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Qarshi davlat universiteti dotsenti Odiljon Avaznazarov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Keling ustoz, dastlab Lison ud Tayr dostonining yaratilish tarixi haqida so'z yuritsak. Hazrat Alisher Navoiy ijodlari ko'p va xo'p yozilganligi bilan o'z davrlaridanoq e'tibor qozonib kelgan. Endi bu asarni yozilishini tarixi bor, sabablari bor. Sabablaridan biri shuki, Alisher Navoiy yosh bolalik chog'larida o'sha maktab ostonasiga qadam qo'yganda, o'sha vaqtda madrasalarda, maktablarda demak darslik sifatida o'qitilgan kitoblardan biri bu Shayx Fariduddin Attorning Mantiq ud Tayr kitoblari hisoblangan. Va bu asardan juda ham qattiq hayratga, hayajonga tushadi yosh Alisher. Va bu asarni mutolaasi bilan shunchalik band bo'ladiki, butun o'zini o'sha o'rtoqlari, hamsaboqlariga qo'shilmasdan faqat bu xayol bilan mashg'ul bo'ladigan odat chiqarib qoladi. Hatto ota-onalari u kishida ro'y berayotgan bu hodisadan xavotirga tusha boshlashadi va qo'llaridan o'sha Mantiq ud Tayr kitobini olib yashirib qo'yishgacha borishadi, shunga majbur bo'lishadi. Bu haqda mana shu Lison ud Tayrni o'zida Navoiy eslab o'tganlar, xotirlaganlar. Lekin bu kitobni u kishini qo'lidan tortib olib qo'yishning foydasi yo'q edi. Sababi allaqachon Mantiq ud Tayrni yosh Alisher to'laligicha yodlab olgan edi. Shunday. Va mana shu yoshlikda olingan bilim toshda o'yilgan naqsh kabidir deganiday, yoshgina Alisherni o'sha quvvai hofizasida muhrlanib qolgan Mantiq ud Tayr dostoni butun umri davomida uni xayolini band qildi, uni mushohadaga chorladi, tafakkur qilishga undadi. Va bu holat mana shu asarga bir nazira bog'lash, javob yozish, javobiya yozish havasini u kishini qalbiga uyg'otgan va shu umrlarini poyonida, demak o'sha 1501-yili vafot etgan bo'lsalar, 1498-99 yillar atrofida aynan mana shu Lison ud Tayr asarini o'sha mashhur Mantiq ud Tayrga javobiya tarzida bu kishi yozib qoldiradilar. Endi mana shu kitobni ichida demak eslab o'tiladiki, o'sha Fariduddin Attor haqlarida maxsus fasl, bob bag'ishlaydilar va unda Attorning bir qancha kitobini o'qiganliklarini aytadilar. Demak, Navoiy juda katta kitobxon bo'lganlar birinchi navbatda. Endi bevosita agar Lison ud Tayr dostonini ichiga kiradigan bo'lsak, bu demak hajman ancha kattagina masnaviylardan hisoblanadi va bu asarni qadrli ekanligini yana bir jihati, demak Navoiyning juda ham katta bir faylasuf, mutafakkir ekanliklarini ko'rsatishi bilan baholanishi kerak. Va bu qaysi ma'nodaki, Navoiy bir insonshunos. Insonni bu olamdagi o'rnini, vazifasini va bu olamga qayerdan keldi, nima maqsadda yashayotganligini, olam o'zi nima uchun yaratilganligi, borliqning yaratilishiga muddao nima, vujud nima, vaqt nima, mana shunday juda katta falsafiy masalalarni
badiiy tarzda badiiy talqin qilib mana shu doston masnaviy shaklida Navoiy beradilar. Keling endi ustoz, Lison ut-Tayr dostonining umumiy mazmun mohiyati, asardagi ijtimoiy falsafiy qarashlar haqida to'xtalib o'tsangiz. Endi bu yerda Lison ut-Tayr aytganimizdek, bu qush tili degan ma'noni beradi va bu asarning qahramonlari, obrazlari qushlar hisoblanadi. Va eng birinchi misradayoq jon qushi deb Navoiy bejizga aytmayaptilar. O'sha asar demak qushlar tilidan aytilishi, olib borilishiga ham voqealarni shunga eng boshlanishidayoq ishora ketayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu jon qushi deb o'sha insonni jonini, ruhini qushga o'xshatish, bu ham juda olis bir tafakkur tarixiga borib taqaladi. Umuman turkiy xalqlarda ham, dunyo xalqlarida ham o'sha ruhni qush timsolida timsollashtirishgan, ramzlashtirishgan. Mana shu narsadan ham bu yerda Navoiy foydalanyaptilar deb aytishimiz mumkin. Mana shu tarzda demak asar o'shaga boshlanib ketadi va asosiy voqealariga o'tgunga qadar kirish qismida bir qancha masalalar hal qilinadi. Va bu masalalar yana yuqorida aytganimizdek falsafiy masalalar va undan tashqari o'sha munojotlar mavjud, bu yerda merojnomalar mavjud va demak payg'ambarimizni atrofidagi demak xalifalar, o'sha choryorlar tavsiflari ketadi. Mana shu tarzda demak kirish qismlaridan keyin asosiy qism boshlanadi. Asosiy qismi asarni o'sha bosh qahramonlari demak Hudhud qushi va uni atrofidagi butun dunyo qushlari hisoblanadi. Oddiygina masalan qushlar timsolida juda chuqur masalalar ramziy ko'rinishda hal qilingan va bu qanday masalalar? Demak asarni boshlanishida butun dunyo qushlari bir joyga to'planib joy talashib o'tirishgan bo'ladi. Ya'niki oddiy qushlar davraning to'riga, lekin boyagi alloma qushlar, zo'r kuchli, qudratli qushlar esa poygakdan joy olgan bo'ladi. O'rtada qandaydir xaosni, tartibsizlikni yuzaga keltirgan bo'ladi. Qarang, bu tartibsizlik bo'lib turgan holatda davraga Hudhud paydo bo'ladi. Hudhud qushi aytadiki, bu tartibsizlikni hal qilishni, har bitta qushni o'zini o'rnini ko'rsatib qo'yishni bitta yo'li bor. Simurg degan qushlarning podshohi bor. Biz shu Simurgning huzuriga borishimiz kerak. U juda ham donishmand. U bizga hammaning o'z o'rnini tushuntirib qo'yadi, bildirib qo'yadi deb o'sha Simurgning huzuriga borishga nisbatan qushlarda rag'bat uyg'otadi. Endi mana shu yerda bitta ramziy holat borda, ya'niki demak qushlar nima uchun bu yerda tartibsizlik bo'layotgan edi? Chunki Simurg haqiqat timsoli va adolat timsoli va ilm timsoli. Demak ilm bo'lmasa, adolat bo'lmasa, qayerdagi haqiqat bo'lmasa, o'sha yerda tartibsizlik sodir bo'ladi, xaos yuzaga keladi degan ma'noni demak bu yerda Navoiy ramziy yo'l bilan ishora qilyaptilar. Xo'p, ana shunday demak shu bir holatda qushlarga endi Simurg'ni huzuriga olib borish uchun bir yo'lboshchi tanlab olishga to'g'ri keladi. Yo'lboshchi sifatida qushlar Hudhudni o'zini taklif qilishadi. Ya'niki sen Simurg haqida bizga xabar berding, qushlar podshohi haqida, endi uning huzuriga o'zing olib bor bizni degan taklifni berishadi. Shunda bitta qiziq holat bor. Hudhud rad etadi. Ya'niki yo'q, men birdaniga sizga yo'lboshchi bo'lishni xohlamayman. Ya'niki keling qur'a tashlaymiz. Qur'a kimga tushsa, o'sha bizga rahbar bo'lsin, yo'lboshchi bo'lsin degan taklif o'rtaga tashlanadi. Buni ba'zi bir olimlar demak talqin qilishadiki, bu demokratiyaning unsurlari Navoiy ijodida.
deb aytishadi. Nimaga? Chunki mana bu saylovning o'ziga xos ko'rinishi bu. Ya'niki rahbar tanlanishi kerak bo'ldi, lekin shunchaki bo'ldi mana men rahbarlik qilaman deb xud aytmadi. Qur'a tashlaymiz, ya'niki bir saylov qilamiz va mana shu qur'a kimga tushsa shu yo'lboshchilik qiladi deb aytyapti. Va bu shuni anglatadiki, har bir joyda biror bir katta masala o'rtaga tashlanganda hammadan fikr eshitish kerak, hamma bilan maslahat qilish kerak va mana shu maslahatli tarzda qilingan ish oxiri xayrli bo'ladi. Bu narsaga bu yerda ishora ketadi. Qur'a tashlanganda qur'a yana qarangki tasodifni Hudhudning o'ziga tushadi. Ya'niki Hudhud rahbarlik demak mas'uliyatini o'zini zimmasiga oladi. Hudhudni qushlarga rahbar qilib tanlanishiga Hazrat Navoiy ikkita sabab ko'rsatadilar. Birinchisi uning boshida toji bor ekanligi, Hudhud qushini. Va ikkinchi sababi u bir vaqtlar Sulaymon payg'ambarning yonida yurgan va u bilan birga safarlarda yurgan va Sulaymon payg'ambarning donishmandligini, ilmidan donishmandligidan bahramand bo'lgan va ana shunday bir hikmat sohibi sifatida yo'lboshchilikka munosib ko'riladi Hudhud qushi. Olimlarimiz aytishadiki, hidoyat, hodiy degan so'zlar bor. Bu so'zlarga bir shakldosh, mana bu o'zakdosh bu Hudhud so'zi ham. Hodiy degani to'g'ri yo'lga boshlovchi degan ma'noni beradi. Hidoyat esa to'g'ri yo'l degan ma'noni beradi. Hudhud ana shu to'g'ri yo'lga boshlovchi timsol sifatida bu yerda ishtirok etyapti. Shuning uchun aynan Hudhud qushi tanlangan deb bir variantda ham olimlarimiz aytishadi. Mana shunday qilib, demak, dunyo qushlari, ya'ni buni Navoiy 10 ming tuman qush yo'lga chiqdi deb aytadilar. 10 ming tuman qush, tuman bu tarixiy hisob o'lchovi 10 ming raqamini ifoda qiladi. Endi 10 ming tuman qush yo'lga chiqsa, buni hozir hisoblab ko'rsangiz 100 millionta qush bo'ladi. Demak, behisob qushlar haqiqatni izlab yo'lga chiqishdi. Va bu haqiqatni izlab yo'lga chiqqan qushlarga Hudhud yo'lboshchilik qilib, ularni 7 ta vodiydan olib o'tib, demak, Simurg'ning huzuriga, Qof tog'iga, demak, olib borish uchun yo'lga tushishadi. Dostonda Navoiy qanday til vositalaridan va qanday badiiy uslublardan foydalangan? Albatta, asar muvaffaqiyatli chiqishi uchun badiiy jihatdan turli xil badiiy usullarni, badiiy vositalarni, buni adabiyotshunoslikda badiiy priyomlar deydi, mana shulardan foydalanishga to'g'ri keladi. Va Hazrat Navoiy foydalangan eng katta badiiy usullardan biri bu savol-javob usuli, suhbat usuli hisoblanadi. Bu ham bejizga emas, chunki bu tasavvufiy asar hisoblanadi bir tomondan va tasavvuf ta'limotida eng asosiy ta'lim usuli savol-javob, suhbat usuli hisoblangan. Shuning uchun Naqshbandiya tariqati pirlaridan Bahovuddin Naqshbandiy aytganlarki, bizning yo'limiz suhbat yo'lidir. Aynan mana shuning uchun ham, demak, tasavvufiy mavzular ko'tarilganligi uchun asosiy badiiy vosita sifatida suhbat usuli, savol-javob usulidan foydalaniladi. Mana shu savol-javoblarda qushlar Hudhudga savol berishadi, Hudhud esa ularga javob qaytaradi. Mana shu savol-javoblarda o'sha 100 ga yaqin demak hikoyatlar aytiladi. Bu savol-javoblarda juda ko'p masalalar tilga olinadi va demak Hudhud timsolida Navoiy ana shu savollarni o'rtaga qo'yib, shu savollarga javob qaytaradilar. Endi qarang, mana shunday ko'tarilgan masalalardan Navoiy aytyaptilar: ofarinishdan qilib inson g'araz, oning aylab xalq ichida beevaz. Ya'niki butun ofarinishni, ya'ni butun olamni, borliqni yaratilishidan g'araz, ya'niki maqsad insonni yaratish edi deb aytyaptilar.
boshqa bir o'rinda ham Navoiy aytganlar, butun borliqni inson uchun yaratdi Tangri, insonni esa irfon uchun yaratdi. Ya'ni qarang, demak o'sha insonni bu hayotdagi missiyasi, vazifasi nimadan iborat degan savol qo'yiladigan bo'lsa, Navoiy irfon, ya'ni ma'rifat, ilm o'rganish, ma'rifat hosil qilish deb javob beryaptilar. Mana shunday demak masalalar bu yerda chiroyli badiiy yo'llar bilan ko'tariladi. Agar davom ettiradigan bo'lsak, mana shu savol javoblarda demak Tovus Hudhudga savol berganda Hudhud bir chiroyli javob beradi. Aytadiki, odam o'lg'on zebi zohirdin demas, kimki ondin faxr etar odam emas. Ya'niki odamiylikning mohiyati qanday degan savolga javob ketyapti bu yerda. Odam o'lg'on zebi zohirdin demas. Ya'niki haqiqiy inson, haqiqiy odam zebi zohirdan, ya'ni boylik, mansab, tashqi go'zalliklarni ular haqida gapirmaydi, ularni e'tiboriga olmaydi. Agarki faqat mana shunday zohirga qarab, shaklu shamoilga qarab hamma narsani baholasa, bu haqiqiy odam emas degan javoblarni mana Hudhudni tilidan beradilar. Balki o'sha asl inson ilmparvar, ilmli kishilarni ulug'laydi degan ma'noda ifodalagan bo'lishlari mumkin. Haqiqiy odam demak mohiyatga e'tibor beradi, haqiqatni izlaydi, haqiqatga intiladi va mehnatkash kishilarni va izlanuvchan mana shularni ulug'laydilar. Bu Navoiyning mehnatni ulug'lashlari ham bu ham juda bir katta mavzulardan hisoblanadi. Masalan, mana shu asarda keladigan hikoyatlardan biriga e'tibor qilaylik va Navoiy aytibdilarki, mana shu hikoyatda xalq ichida bor edi beg'ayrati, elga beg'ayratligidan hayrati. Ya'niki xalq ichida bir beg'ayrat kishi bor edi. Ya'niki yalqov, ishi yoqmas, bir mehnat qilishni xohlamaydigan bir kishi bor edi va buni shu darajada beg'ayratligidan, shijoatsizligidan, yalqovligidan el hayratga tushar edi. Mushtu silli birla oboni yebon, eldan olib luqma-u oni yebon. Xo'p, bu qanday qilib kun ko'rar edi degan savolga javob ketyapti-da, mehnat qilmasa qanday kun ko'radi? U shu odamlar mushtu shapaloq tushirishar edi unga va shuni evaziga bir bo'lak non olar edi odamlardan. Shuni evaziga yashar edi. Demak, uni kaltaklab evaziga, haqqiga pul berishar edi. Bu narsa bugungi kunda ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bog'layverish mumkin har bir jihatini. Hikoyat shunday davom etadi. Qovlabon ketmay haloyiq ko'yidin, balki chiqmay dun sifatlar uyidin. Ya'niki boyagi beg'ayrat kishini el quvsa ham ketmas edi. O'sha pastkash kishilarni uyidan hech chiqmas edi. Faqat shu odamlarga borib shu bir burda non uchun kaltak yeyishga tayyor bo'lib turar edi. Bu jafolarga tuz yetmish erdi narx, qaysi bir tepsa urib bir qatla charx. Ya'niki kimki uni bir ursa yoki bir tepsa, shunga o'zi narx belgilab qo'ygan edi. Ul muqarrar muzdini olur edi, nafsi komin og'ziga solur erdi. Ya'niki u shuni evaziga o'zi belgilangan, demak o'sha muqarrar muzdini, ya'ni ish haqini, xizmat haqini albatta undirib olar edi. To berib bir pora non bir chust dast, qildi bir musht urg'och ondoq yerga past. Ya'niki shunday bir kun keldiki, bir kishi shu bir parcha non berdida evaziga bir mush urgan edi. Boyagi beg'ayrat kishi qaytib o'rnidan turmadi. Ya'niki garchi sillilar yemakdan to'q edi, musht yeb go'yoki hargiz yo'q edi. Ya'niki mana shu qilmishi bir kun kelib uni boshiga yetdi. Mana shu mehnat bilan shug'ullanmasligi, demak halol mehnat qilmasligi, peshona teri bilan non topib yemasligi
bir kuni uning fojiasiga sabab bo'ldi. Va bu hikoyat bilan Navoiy har kishini o'z mehnati bilan, o'zini g'ayrati bilan, shijoati bilan mehnat qilib, peshona teri bilan rizq topishiga undaydilar, shunga chorlab, shunga targ'ib qiladilar. Yana Navoiy ko'targan juda ko'p masalalar bor. Shulardan bittasi himmat masalasi hisoblanadi. Endi himmat, sabr, sadoqat, karam, saxovat bu masalalarni barcha asarlarida tilga olinadi. Buni bitta sababi borki, bular umumbashariy, axloqiy, ma'naviy kategoriyalar hisoblanadi. Bu umumbashariy, axloqiy masalalar bo'lganligi uchun bu insoniyatni muammosi, bu masalalar, axloq masalasi, komil inson masalasi, bular butun insoniyatni qiziqtiradi barcha davrlarda. Mana shu himmat masalasi ham ana shu komil inson masalasining bir bo'lagi, bir qismi hisoblanadi. Navoiy bu borada nima deb aytyaptilar? Er kirar er soniga himmat bila, er emas faxr aylag'on ziynat bila. Ya'ni er kishi, haqiqiy yigit kishi o'zini himmati bilan yigitlar qatoriga kiradi. Agar u ziynat bilan faxr qiladigan bo'lsa, u er kishi emas. Haqiqiy er kishi himmati bilan faxr qilish kerak, himmati bilan g'ururlanishi mumkin degan masalani bu yerda o'rtaga qo'yaptilar. Endi boya aytdik-ku, qushlarni safardan asosiy maqsadi o'sha haqiqat manziliga yetib borish edi. Bu albatta juda katta kuch, sabr, matonat talab qiladi. Va bu borada Navoiy aytyaptilarki, pahlavonu qahramonul bo'ldi ul, kim kechib jonidin etkoy azmi yo'l. Haqiqiy pahlavon, haqiqiy demak qahramon qaysiki o'sha azm qilib, bor kuchini sarflab, to'g'ri yo'ldan yurib, haqiqat manziliga intilsa. Mana shu haqiqatni qidirib yo'lga chiqqan odamni haqiqiy pahlavon, haqiqiy qahramon deb aytish mumkin deb aytyaptilar. Bu ham bugungi kunimiz bilan ham juda jiddiy bog'liq. Bugun qaysi sohada, qaysi kasbda bo'lishimizdan qat'iy nazar haqiqatga intilishimiz kerak va bir ish qilsak uni albatta sidq dildan, haq yo'lida, haqiqat bilan qilishimiz kerak. Mana shu g'oyalarni biz demak Navoiydan olaverishimiz mumkin. Yoki vafo degan o'shanday ulug' tushunchalardan biriga to'xtalib aytyaptilarki, odamiy bo'lsa vafo andin yiroq, it vafo bobida andin yaxshiroq. Ya'niki qaysiki odam vafo bobidan yiroq bo'lsa, unda vafo begona bo'lsa, vafo degan xislat bo'lmasa, it undan ko'ra vafo bobida yaxshiroqdir deb Navoiy aytyaptilar. Yoki lofaro ermen degan ermu bo'lur, kelmas ishni ilkidan dermu bo'lur. Ya'niki bu yerda o'sha kibru havo, maqtanchoqlik degan illatlar qoralanayotganini ko'rish mumkin. Ya'niki haqiqiy er kishi qo'lidan keladigan ish bilan maqtanishi kerak, qo'lidan keladigan ishni qilaman deb demak aytishi kerak deb aytyaptilar. Mana shu tarzda dunyo qushlari yo'l yo'lakay mana shunday katta masalalar haqida gaplashib, savol javob qilib boraverishadi va bunda ular 7 ta vodiydan oshib o'tishadi. Bu vodiylar talab vodiysi, ishq vodiysi, ma'rifat vodiysi, istig'no vodiysi, hayrat vodiysi, tavhid vodiysi va faqru fano vodiysi hisoblanadi. Va ular mana shu 7 vodiydan oshib o'tgandan keyin haqiqat manziliga, Simurg qushining, qushlar podshohining huzuriga yetib borishadi. Va mana shu borada, shu safar chog'ida 10 ming tuman qush yo'lga chiqqan bo'lsa dastlab, bu jarayonda juda ko'p qushlar yo'l yo'lakay ortga chekina boshlashadi. Chunki haqiqat yo'li bu juda ham mashaqqatli yo'l. Bu juda ham katta matonatni talab qiladigan yo'l.
va bunga barchaning ham sabru bardoshi yetmaydi. Buni qushlarning timsolida Navoiy ko'rsatib beryaptilar. Ilmga intilayotgan insonlarni qiyoslasak bo'ladi. Ilmni eng cho'qqisiga qadar yetib borish jarayonida ayrim insonlar ana shu yerning o'zida qolib ketishlari, to'xtatib qo'yishlari, misol uchun bo'ldi, yetarli bo'ldi, men shu yergacha o'rgandim, u yog'ini o'rganishim shart emas deb qoldirib qo'yishlari mumkinligi. Haqiqiy o'sha yetuk inson esa o'sha ilmning eng cho'qqisiga qadar yetib bora olishi mumkinligini ham balki nazarda tutib o'tgan bo'lishlari mumkin. Xuddi shunday. Buni mana shu formulani barcha soha egalariga ham targ'ib qilaverish mumkin. Chunki qaysi sohada, qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar inson o'sha kasbini kamolga yetkazishga harakat qilishi kerak. Chunki Navoiy aytayaptilarki, boshqa bir qit'ada kamol et kasb kim olam uyidin senga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq. Jahondan notamom o'tmak biayni erur hammomdan nopok chiqmoq. Ya'niki sen qaysi kasbda bo'lishdan qat'iy nazar o'sha kasbingni kamolga yetkazishni yoki komillikni kasb qilishni harakatida bo'lishing kerak. Agar mana shu sen komil bo'lolmasang, o'zingni kasbi koringda ham, insoniylikda ham, fazilatlarda ham, axloqda ham, ma'naviyatda ham, hammasida komillikka erisha olmasang, sen hammomga kirib, poklanish uchun kirib, lekin nopoklik bilan qaytib chiqqanga o'xshaysan, o'sha maqsadga yetolmasdan o'tgan bo'lasan dunyodan degan bir konsepsiyani ilgari suradilar. Va bu yerda ham o'sha 10,000 tuman qushdan, ya'ni behisob qushdan atiga manzilga 30 donasi yetib boradi. Bu yerda ham albatta so'z o'yini bor. 30 qush yetib boryapti. 30 bu fors tilida se, murg' esa qush ma'nosini berar ekan, se murg' 30 qush degan ma'noni beradi. Bu yerda ham so'z o'yini orqali Navoiy semurg' deganda demak 30 qushni nazarda tutgan ekanlar. Demak 30 qush manzilga yetib bordi va bu o'zlari anglashdiki oxirida qayerga, qaysi tomonga qarashsa o'zlarini suratlarini ko'rishdi. Ya'niki semurg'ni ular o'zlarida ko'rishdi. Bilsalarki semurg' majoziy obraz. Semurg' o'zlarida ekan, haqiqat o'zlarida ekan va haqiqatni anglash uchun qancha sinovlardan, balolardan, ofatlardan, imtihonlardan o'tishga to'g'ri kelar ekan. Mana shu imtihonlardan o'tib manzilga yetib borgan odam haqiqatni topar ekan va haqiqatni topganda ham o'zidan topar ekan. Buni Navoiy aytayaptilarki, mana Lisonut Tayrda o'z vujudingga tafakkur aylagil, har ne istarsen o'zingdan istagil. Ya'niki sen haqiqatni qidiradigan bo'lsang, uni tashqaridan qidirma. Haqiqat senga jon tomiringdan ham ko'ra yaqinroq, seni o'zingda, haqiqatni o'zingdan topasan deydilar. Va mana shu holat qushlar timsolida isbotlab beriladi. Qushlar demak eng so'nggi manzilda haqiqatni o'zlaridan topadilar. O'zlikni anglash qanchalik muhim ekanligini ham nazarda tutib o'tganlar shunda Navoiy. O'zlikni anglash masalasini juda to'g'ri ko'tardingiz. Haqiqatdan o'zni tanish. Qushlar o'zini tanidida. O'zlik degan so'zlar o'sha nafs degan so'zni o'zbekchasi hisoblanadi. Nafsini tanigan Robbini taniydi degan hadis bor. Mana shu hadisning badiiy talqini desak ham to'g'ri keladi. Ya'niki kimki o'zini, o'zligini, nafsini tanisa, u haqiqatni taniydi deb buni o'sha ta'bir qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'sha xud komil insonni, komil bir ustozni, piri komilni ramzida. Demak, bu yerda Navoiy yana aytmoqchilarki, har bir kishi o'zligini tanib, haqiqatni tanib, o'sha komillikka erishishi uchun albatta unga yaxshi bir ustoz kerak bo'ladi. Piri komil kerak bo'ladi, to'g'ri yo'lga boshlovchi hodiy kerak bo'ladi degan bir ishorani ham bizga beryaptilar-da. Mana shu qayerdagi bir yaxshi ustozni etagidan tutsak,
u ustoz bizni adashtirmasdan mana shu to'g'ri yo'ldan manzilga olib bora olar ekan. Shu o'rinda mana shu Hazrat Navoiyni o'zlarini ham ana shunday bir komil ustoz sifatida, peri komil sifatida e'tirof etish kerak bo'ladi. Agar u kishini mana shu asarlarini mutolaa qilsak, u kishini ustoz deb bilsak, u kishidan o'rgansak, albatta bizni haqiqat manziliga Hazrat Navoiy va u kishini ijodi yetaklab boradi. Demak, o'sha ustoz tanlash ham bir san'at ekanda, o'sha haqiqiy ma'nodagi yetuk ustozni tanlay bilsak, ana shunda o'sha ko'zlagan maqsadimizga yoki ko'zlagan manzilimizga to'g'ri yetib bora olamiz. Va bu bilan o'sha Alisher Navoiy ustoz shogirdlik an'analarini ham nazarda tutib o'tgan desak ham to'g'ri bo'ladi. Albatta, o'sha o'zidagi barcha illatlardan qutulib, faqat fazilatlar bilan qolganlargina safarni yakunigacha bora olishdi. Shuning uchun bu yerda yana bir ishora, bir ramz borki bizga, demak inson hamisha, insonda fazilatlar va illatlar birga yashaydi. Va haqiqiy komil inson mana shu illatlardan voz kecha olgan inson. Faqat fazilatlarni o'zida saqlab qolgan insonlar komil insonlar hisoblanar ekan. Asarning bugungi kundagi ahamiyati juda ham yuqori. O'zi Alisher Navoiyning barcha asarlari bugungi kunda ham eng dolzarb va ahamiyatli asarlardan hisoblanadi. Chunki oradan shuncha vaqt o'tishiga qaramasdan o'lmas asarlardan desak to'g'ri bo'ladi. Keling endi ushbu asardagi odob axloq tushunchalari va yoshlarning mana shu asarni o'qish jarayonida o'zlariga qanday ko'nikmalarni olishliklari va asarning bugungi kundagi ahamiyati haqida ham yana to'xtalib o'tsangiz. Agar xulosa tarzida aytadigan bo'lsak, o'zi yuqorida bu o'sha qushlar timsolida, ularni savol javoblari tahlili misolida aytgan gaplarimiz hammasi aslida o'sha bu asarning ahamiyatiga ishora qiladi. Endi shularni bir tizimlashtirib, agarki xulosa qilib qo'yadigan bo'lsak, eng avvalo demak inson nima uchun yashashi kerak degan savolga har birimiz javob topishimiz mumkin. Demak, inson ilmga, haqiqatga, fazilatlarga intilishi kerak, irfon uchun, ma'rifat uchun yashashi kerak degan xulosani olish mumkin. Va bu yo'lda kim yordam beradi desa, o'sha Hudhudga o'xshagan bir yaxshi hodiy, hidoyat qiluvchi to'g'ri yo'lga, peri komil, peri ustozlarga ergashishimiz kerak. Shular bizni yo'naltiradi. Yaxshi bir ustozlarni etagidan tutishimiz kerak degan o'sha ustoz shogirdlik an'anasini, ahamiyatini bizga ko'rsatib beryapti. Lekin bu haqiqat manziliga borish, bu yo'ldan safar qilish oson emasligini bizga bir ogohlantirib, eslatib qo'yapti va bu yo'lda mashaqqatlar ko'p ekanligi va shunday holatda biz sabr bilan, bardosh bilan, demak qahramonlik bilan mana shu yo'lda sobit qolishimiz kerak. Sabr, bardosh bilan mana shu jihatlarni Hazrat Navoiy bizga yana o'rgatyaptilar va buni albatta mukofoti oxirida juda chiroyli bo'lishini, haqiqatni topishimiz mumkinligini mana shu yo'ldan yursak Hazrat Navoiy tushuntiryaptilar. Rahmat sizga ustoz, chiroyli fikrlaringiz uchun. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, bizning bugungi suhbatdoshimiz filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Qarshi davlat universiteti dotsenti Odiljon Avaznazarov bo'ldilar. Kitob tanlash ilmgina emas, balki san'atdir degan edi Rudaki. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali ana shunday eng ajoyib asarlardan biri Alisher Navoiy qalamiga mansub Lison ut Tayr dostoni haqida so'z yuritdik. Alisher Navoiy yozib qoldirgan asarlar biz uchun muhim yodgorliklar hisoblanadi. Uning asarlarini o'rganish, tahlil qilish esa barchamizning eng oliy burchimiz hisoblanadi. E'tiboringiz markazida mutolaa ko'rsatuvi edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.